Advokat yollashda nimalarga e'tibor berish kerak? Avvalambor bu judayam nozik savol. Sababi advokat bu magazindagi, supermarketdagi yoki bozordagi mahsulot emas. Uni tanlashni qanaqadir me'yorlari bor deb aytib bo'lmaydi. Lekin O'zbekistonda hozir so'nggi yillarda advokatlar asosan 4 ta yo'nalishda ishlashadi. Fuqarolik, huquqiy munosabatlar, iqtisodiy huquqiy munosabatlar, ma'muriy huquqiy munosabatlar va jinoiy huquqiy munosabatlar. Bu 4 ta yo'nalish bo'yicha mukammal advokatlar ko'p deb o'ylamayman. Chunki har bir yo'nalishni, har bir munosabatlarni o'ziga yarasha nozik nuqtalari mavjud. Ya'ni jinoyat qonunchiligi, jinoyat huquqiy munosabatlarda tergov, sud, prokuratura tizimida ishlagan odamlar asosan jinoyat huquqiy munosabatlar qonunchiligini yaxshi bilishadi. Ya'ni jinoyat protsessual kodeksi, jinoyat kodeksi, Oliy sud plenum qarorlarini o'zlarini ish jarayonlarida ko'p qo'llaganliklari sababli har bir alohida hollarda o'sha ishni qanday boshlanib, qanday tugashini taxminiy bilishadi. Shuning uchun jinoyat huquqiy munosabat yuzaga kelganda biror bir jinoyat sodir qilinadimi yoki fuqarolar tergovga chaqirtiriladimi, dastlabki tergovga yoki sudga guvoh sifatida chaqirtiriladimi? Shunday hollarda imkoni boricha advokat yollagan holda advokat bilan birgalikda borgan ma'qul. Ko'pchilik hollarda, masalan, jinoyat qonunchiligida guvoh sifatida chaqiryapmiz deb dastlabki tergovga jalb qilishadi-da, ularni guvoh tariqasida so'roq qilishadi-da. Lekin tergovchi o'ziga kerak bo'lgan savollarni, ya'ni guvohni kelajakda gumonlanuvchi, ayblanuvchiga aylantirishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni guvohdan o'z so'rog'ida tegishli savollar berib, javoblarni olib, o'sha javoblarni o'zini so'roq bayonnomasida mustahkamlab olgandan so'ng ikkinchi etap uni gumonlanuvchi yoki ayblanuvchi qilib ishga jalb qilishi mumkin. Shuning uchun dastlabki tergovda yoki tergovga qadar tekshiruvda biror bir insonni guvoh tariqasida sudga yoki ichki ishlar idoralariga yoki prokuratura idoralariga chaqirtirildimi? Albatta ular o'zi bilgan, o'zi tanigan, o'zi bilimiga ishongan advokatga murojaat qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar o'zlari tanigan advokatlar bo'lmagan hollarda imkon qadar advokatlar bilan suhbatlashib ko'rib, iloji boricha 1, 2, 3, 4 kishi 4 advokatlik tuzilmalariga borib, 3-4 ta advokat bilan o'zini holatini tanishtirsa, o'sha advokatlardan birini bilimiga ko'ngli ursa, o'sha advokatni o'ziga advokat sifatida yollashlari mumkin. Qolgan 3 ta yo'nalishda ham xuddi shunday tartibda advokat yollashga e'tibor qaratishi mumkin. Men har qanday holatda ham insonni huquq bilan bog'liq har qanday nizosi yuzaga kelgan hollarda o'sha nizoni imkon qadar advokat bilan birgalikda yechimini qidirganliklari maqsadga muvofiq deb hisoblayman.